chekka parnikdamiz. Chekka parnikdan ne degan xo'shroq chiroyli joylar qurilib ketgan. Ko'chamiz qarang. Yon tarafdan kelsangiz, ayollar bozorining yonidan girib kelasiz. Ishon tarafimizda ining hovli joy. 200 kvadrat. Pastda garaj ham bor. Umumiy hisobda 2 etaj. Pastida polniy 100% podval. Podvalni haqida ko'rsataman sizga. Keling. Ishida zinadan chiqamiz, ishchimiz ko'rtiramiz deyin damir eshik. Kirganimiz deyin dalon. G'olla döşəlgən fotoğraflarımızdan əcayipətib, çıraylatib qoydular. Yan tarafımızda kondisioneri və pirxojisi joylashgan. O'ng qo'limizda esa umanliki. Perdalar ham əcayipətib, çıraylatib, us bilan, dip bilan çıraylatib qo'ydular. Rasm ne deydi? Birimiz dalon, chap tarafimizda esa zoli bor. Yengina zol, kattagina zol. Gilamda döşəlgən lyustralar əcayibundan qo'ydular. Perdalar ham çıraylatib qo'ydular. Aboydan chiqib turibdi. Fotologlarimiz ham gipsokardondan ecayipatib, chiroylatib qo'ydilar. TV zonasi shu yerda joylashgan. Dalondan to'g'riga davom etadigan bo'lsak, kuxnisi. Kuxni mebel bir tarafa ecayipatib qo'ydilar. Xolodilniki, butun texnikalar hamma narsasi bor. Ba'zi narsalar ketadi, ba'zi narsalar qoladi ekan. Yan tarafimizda sanuzeli, sanuzeldan tayyor jakuzzisi deysizmi, unitazi deysizmi, hamma narsasi bor. Yan tarafımızda ise bog' tomoni. Chiqqan yerimizda ayvon. Yan tarafimizda letniy hojatxonasi va ziloniy zonasi. Yan tarafda yana bir narsalarni qo'ydilar. Bu yerdan to'g'ri garajga o'tib ketsangiz ham bo'ladi pastda. Buni oxirida ko'rsatib beraman sizga. Keling. Birinchi etajda bir zal, dalon va yan tarafimizda spalnisi bor. Spalnisi ham kichkina emas, yengina, kattagina spalni. Yosh kattalar uchun bu ajoyib variant. Depoya chiqib tushib yurmaydilar pastda. Sanuzelimizdan pastda. Keling endi sizlar bilan ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. O'sha ajoyib listisadan chiqib. Qarang, shu listisadan chiqqanimizdan yanimizda bir disk spalni, yan tarafda yana bir spalni bor. Katta dalon. Dalonning ustida dalon. Stenkalari, perdalari, lyustralari ne deydi? Yan tarafimizda esa zoli bor. Ya'ni zalning ustuna zol. Pastdagi birinchi etajdagi zalimiz bilan bu zalimizning razmeri bir xil. Fotologlar ham ajoyib lyustralarni qo'yib berganlar, perdalar, konditsionerlar, gilamlar döşəlib turibdi. Ona yerimizdə TV zonası ham bor ekan. Eshiklar ham yomon emas. Ajoyib eshiklardan qo'yganlar. Shu o'zi ham 20, 25, 30 odamni suv beradi. Bemalol. Keling bu xonamizni ko'ramiz. Bu xonamiz ham mening o'rtamizda yana bir spalni. Shunda tepada 2 spalni, bir zal, bir dalon. Ne deydi? Elektr eshiklar ikkinchi etaj uchun отдельный. Yan tarafimizda ham yana bir spalni, bir deskat ko'rsam bo'ladi. Ne deydi? Ajoyibmi? Endi podvaldan bir ko'rsatib beraman sizga, garajingiz bilan podvalingizni. Qarang, mashinangiz ham issiqqinada turadi. Nima uchun? Atap ina sistemalar ham o'tgan, suvni o'tishlari, suv nasoslari ham shu yerda joylashtiribdi. Patolog nima deydi? Yan tarafimizda esa kladovka sifatida foydalanasiz gilamdan döşab qo'ydilar. Ajoyibmi? Bu yerda yumshoq mebellar ham qo'yib qo'ydilar. Yan tarafda eng katil sistema polni shu yerda joylashgan ekan. Yan tarafimizda esa kladovka. Bundan to'g'ri bog'a o'tib ketsangiz ham bo'ladi ina aytganimda. To'g'ri bog'a o'tib ketasiz. Gördünüz mü? Ajoyibmi? Endi sizga pulini aytib o'tadigan bo'lsam berimizni, puli $89,000. Ne deydi? Pulini arziymi, arzimaymi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Biza uchun sizning fikringiz muhim. Faqat so'kinmang, iltimos. Keyingi videolarda ko'rishganda, ko'rishguncha obuna bo'lib qolishni yoddan chiqarmang.